Assalomu alaykum. Bugun payshanba 2-iyul 2026-yil. Namangan shahar temir yo'l vokzalidagi mana bayroqli aylanma ichidama o'ziga bayroqli aylanma qilingan. Endi qadimda nima bo'lganini aytaman. Yo mana tomonda haykal bo'lib, olov yonib turgan xotira bo'lib, yo mana tomonda esimda yo'q. Xotira bo'lgan, olov yonib turgan. O'zi aytaman qachondan qachongachiligini. Revolyutsiya paytida boshlangan. Urush davrida SSR davrigadan mustaqil davrgacha olov umuman o'chmay yonib turgan butunlay. Yana mustaqil davrda olov o'chgan. Endi xotira maydonida katta maydon xotira bo'lgan. Mana shu yumaloq, tappakkina yumaloq aylanma bo'lgan. Mana haykal ham bo'lgan, balandevol. Endi shuni aytmoqchiman. Bizning prezidentimiz Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karim joylari jannati bo'lsin. Ash kunlarni qonun chiqarib, kuch-quvvatlaganlar yaratib, mana shu Amir Temur qonun bajarib, hozirgi bizning prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hayotli umri uzoq bo'lsin, ular ham Amir Temurdan bajarib, mana shu kunlarni qonun qilib, kuch-quvvatlab yurdilar. Biz ham savobatchilikka kuch-quvvatlab yuraveramiz. Bizga bor hamma narsa yetarli. Bizga hamma narsa topilib kelibdi. Yana menga yaxshi bo'ladi. Endi bitta kunlarni tanishtirib, ijodni bajarib yuramiz. Bo'pti.
yoshligini esladik. Endi Xudo xohlasa yaqinda 1-2 yil oldin YouTube'da ko'rdim qadimgi eski narsalarni. Yana shunaqalarni topshirib, mana kelib, mana shunaqa bo'ldi deb ko'rsataman. Hamma obunachim tushunib oladi. Mana yoshligida nima bo'lganini bilamiz, eslaymiz. Chunki yana yoshligini eslab, kelganimiz yaxshi bo'ldi. Mana qadimgi oldingi xotirani. Endi men qachon maydon buzilib, olib tashlashini aytmoqchiman xotirani. Yo 98 yo 99-yilda 2001da tayyor bo'lib, haliga oldimdagi bayroqli aylanma bo'lmagan undan keyin. Haliga kelin-kuyov taksida tushadigan boshqa xil aylanma bo'lganda bantar. Yana uni karantinga sal yaqin olib tashlab, karantindan oldin. Keyin mana bayroqli aylanma qilishdi gerbi. Gerbi ham bor, bayroqli aylanma. Yana karantindan oldin shuni qilishdi. Yana o'shandan beri hozirgacha mashmon holat qoldi. Endi gullan tanishtirib, kuch-quvvatlab, ijodni bajarib, tugatdik. Bo'pti, xayr, salomat bo'ling.